Zulhajjining oldingi 10 kunining fazilati. Savol. Assalomu alaykum. Zulhajjining oldingi 10 kuni va bu kunlarda qilingan amal ibodatlarning fazilati haqida tafsiliy javob bergan bo'lsanglar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Shaksizki, ba'zi vaqtlarning boshqa vaqtlardan, ba'zi joylarning boshqa joylardan, shundaqla ba'zi shaxslarning boshqa shaxslardan afzal bo'lishi Alloh taolaning ne'mati va rahmatining jumlasidandir. Chunki biz ba'zi oy kunlarning fazilati sababidan yil bo'yi tirishib ibodat qilibmi erisholmaydigan katta savoblarga erishimiz. Masalan, Ramazon oyi, Qadr kechasi, juma kuni, Ramazonning oxirgi 10 kuni, tashrih kunlari, Zulhajjining oldingi 10 kuni va sahar vaqti degandek. Zulhajji oyining dastlabki 10 kunining fazilati Qur'on va hadislarda isbotlangan bo'lib, Janobi Alloh subhi bilan 10 kecha bilan qasamki degan. Hazrati Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid va ilgari keyin bo'lib ko'plagan mufassirlar bu kechalarni Zulhajjining oldingi 10 kechasi deb tafsirlagan. Imom Tabari tafsirida so'zi hujjat hisoblanadigan mufassirlar mushunoga birlikka kelgan bo'lg'achqa mushu to'g'ri tafsirdir degan. Imom Ibn Kasirmo mushundaq tafsir qilish to'g'ridir degan. Alloh taolaning bu 10 kunning kechasi bilan qasam qilishi bu kunlarning ahamiyati va fazilatining kattaligini bildirdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam boshqa kunlarda qilingan har qanday ibodat o'sha bu Zulhajja oyining avvalgi 10 kunda qilingan ibodatdan afzal emasdir deganda sahobalar jihodmi bunoga yetmamdi dedi. Rasululloh jihodmi bunoga yetmaydi. Faqat xavf xatarga qaramay jini bilan mali bilan jihodga otlanib o'zimi malimi qaytmagan odamning amalilar bunodan afzal bo'ladi dedi. Bu kunlarda qilingan amallar orqali mujohidlarning savobiga erishgili bo'ladigan bo'lsa, undaqda mujohidlarga beriladigan savob qanchalikdir? Buni bilsak, bu kunlarda qilingan amallarning savobini bilgili bo'ladi. Zakvan rivoyat qiladi-ki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu uningga mundaq so'zlab bergan. Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, "Menga jihodga barobar bir amalni ko'rsatib qo'ysilar" dedi Rasululloh. Undaq amalni topolmayman deb, ondan mujohid jihodga atlansa, qaytib kelganga qadar sen masjidingga kirib bo'shashmay namozda turib, uzildirmay ro'za tutalamsan dedi haliqi odam. Buni kimmi qila olsin dedi. Demak, bu kunlarda qilingan ibodatlarning savobining naqadar kattaligini mo'ljallash qiyin. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilingan amallarni Alloh yaxshi ko'radiganligi va uningga katta savob beradiganligi jihatdan aytganda, Zulhajjining 10 kunida kun yo'q. Shunga u kunlarda tasbih, hamd sana, tahlil, la ilaha illalloh va takbirni ko'p aytinglar degan. Yana bu 10 kun ichida muborak Arafat kuni bo'lib, bu ulug' kunda Alloh taolo o'z dinini tamomlab mukammallashtirgan. Bu kunda tutgan roza 2 yilning gunohlarini yuvib yetadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohdan Arafat kunida tutgan roza o'tgan bir yil bilan kelar bir yilning gunohlarini yuvib yetar deb umid qilaman degan. Yana bu 10 kun ichida qurbonlik qilish kuni Zulhajjining 10 kuni bo'lib, bu kunda musulmonlar Alloh taolo uchun atagan qurbonliklarni taqdim qilishidi, takbir aytishidi. Demak, bu kunda yil bo'yi hech bir kunda qilinib boqmagan taat ibodatlar qilinadi. Yana bu 10 kun ichida hojilar tavob sa'i, talbiya aytish, ihrom bog'lash, Minada turish, Minadan Arafatga, Arafatdan Muzdalifaga va Muzdalifadan Minaga yurish qilish qatorliq haj faoliyatlarini ado qilishidi. Bu ulug' kunlar hasilab savob va ajrga erishish burstidir. Chunki bu kunlardagi bir rakatga nurg'un rakat savobi, bir sadiqaga nurg'un sadiq savobi, bir tasbihga nurg'un tasbih savobi, bir yaxshilikqa nurg'un yaxshilik savobi beriladi. Bu kunlarning yuksak fazilatini obdan bilgan salaflarimiz bu fursatni g'animat bilib qo'ldan bermaydi. Kattalarimizdan Hazrati Said ibn Jubayr Zulhajjining dastlabki 10 kuni haqidagi Buxoriy rivoyat qilgan hadisni Hazrati Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan bo'lib, u bu hadisni anglagandan tartib Zulhajjining oldingi 10 kuni kirsa, hatto o'zi chidayolmag'udek darajada qattiq ibodat qiladi. U bu kunlarda ibodat qilishning ahamiyatini ta'kidlab, bu 10 kunning kechalarida chirg'inglarni o'chirmanglar deydi. Bugungi kunlarda bizlar ibodat qilishda o'rinliq qilamiz. Ba'zida arzu qilamiz-yu, lekin irodamiz ojizlik qiladi. Shunga bu kunlar bizdek g'aflatda qolganlar uchun oltindan qimmat fursat hisoblanadi. Bu kunlarda qattiq tirishsaq, erishadigan savobni sifatlab bo'lg'ili bo'lmaydi.
Shundaqla bu kunlarda qilgan tirishchanlik yil bo'yi taat ibodatlarni davomlashtirishga foydasi bo'ladi. Yuqorqilarga asosan shundaq deyishga bo'ladiki, Zulhajjining oldingi 10 kuni umuman qilib aytganda boshqa butun yil ichidagi barliq kunlardan afzal. Lekin 1000 oydan afzal bo'lgan Qadr kechasi orasida bo'lganlik sababidan Ramazonning oxirgi 10 kuni Zulhajjining oldingi 10 kunidan afzal bo'ladi. Bu 10 kunda qilingan amal ibodatlarning fazilati intayin yuqori bo'lg'achqa, musulmon kishi bu kunlarda boshqa kunlardagidan bakroq himmat qilib, nafl namoz, roza, Qur'on o'qish va o'ginish, hamdu sana, zikr, istig'for, muhtojlarga yordam berish, tamoq yeguzish, sil rahim qilish, ota-onaga yaxshilik qilish va barliq yaxshi ishlarni ko'plab qilishga tirishish kerak. Bu kunlarda qilinadigan amallar. 1. Roza tutish. Hadisda kelishicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zulhajjining oldingi 9 kunida, Ashura, Muharram oyining 10-kunida va har oyning 3 kunida roza tutadi. Roza oldingi 9 kunida tutiladi. 10-kuni Qurbon hayit bo'lg'achqa, Qurbon hayit kunida roza tutilmaydi. 2. Takbir, Allohu akbar. Tahlil, la ilaha illalloh, hamdu sana, alhamdulillah va tasbih, subhanallah aytish. Bular 10 kunning hammasida uylarda, ko'chalarda va barliq zikr qilish joiz bo'lgan joylarda o'nlik holda aytiladi. Bu vaqtda biz yuqorida hadis bayon qildik. O'nlik aytishdan maqsad islom faoliyatlarini e'lon qilish va Allohni ulug'lashni izhor qilish, shundaqla g'ofillarni uyg'otishdir. Bularni erlar o'nlik aytadi, ayollar ichida aytadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu bilan Abu Hurayra radhiyallohu anhu Zulhajjining avvalidagi 10 kunda bozorga chiqib takbir aytadi. Kishilarmi ular bilan qatilib takbir aytadi. Hazrat Husaynning navrisi Muhammad ibn Ali nafl namozlarining keyinidimi takbir aytgan. Bu faoliyat hozirgi jamiyatimizda tashlanib qolgan sunnatlarning biri bo'lib, buni imkon qadar yashartishga tirishish kerak. Janobi Alloh Qur'on Karimda ma'lum kunlarda Allohning ismini aytsin, Allohni sanoqli kunlarda zikr qilinglar degan. Oyatdagi ma'lum kunlar ko'pchilik olimlarning kuchli qarashida Hazrat Ibn Abbas radhiyallohu anhu degandek Zulhajjining dastlabki 10 kunidir. Sanoqli kunlar bo'lsa tajriq kunlaridir. 3. Haj va umra qilish. Shaksizki bu kunlarda ado qilinadigan eng yaxshi amallarning biri haj qilishdir. Alloh taolo haj qilishga nasib qilgan kishi hamma shartlar bilan haj ado qilsa, hadisda ko'rsatilgandek gunoh aralashmagan hajga jannatdan boshqa mukofot yo'qdir. 4. Barliq yaxshi amallarni qilish. Hajga muyassar bo'lolmaganlarmi namoz o'qish, roza tutish, ota-ona urug' tuqqanlarga sil rahim qilish, amr ma'ruf, nahy munkar, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish, sadiqa ihson qilish, Qur'on o'qish, duo qilish, zikr qilish va barliq taat ibodatlar bilan bu 10 kunni yaxshi o'tkazish kerak. 5. Hayit namozi o'qish. Qurbon hayit bilan roza hayit ahli islomning hayit bayramidir. Hayit namozida jamoat bo'lib namoz o'qish, jamoat bo'lib Allohni zikr qilish, vaz nasihat anglash va duo tilaklariga qatnashish kabi fazilatli amallar bor. 6. Qurbonlik qilish. Bu kunlarda qurbonlikni bodab samirtib yoki pul xarjlab qurbonlik olib, Alloh taolo uchun qurbonlik qilish yaxshi amallardandir. 7. Rostchilik bilan tavba qilish. Bu kunlarda tavba qilish intayin muhim bo'lib, rostchil tavba deganimiz gunoh ishlarni darhol tashlab, uni qalbidan yomon ko'rib, ikkinchi qilmaslikqa bel bog'lash. Boshqalarning haqqi bo'lsa, egasiga qaytarish. Alloh taolo yaxshi ko'radigan rus yo'lda mengishdir. Tavba qilish boshqa kunlarda zarur bo'lganidek, bu kunlarda taxmi zarur va unumlik. Chunki bu kunlar boshqa chog'larda qilinmaydigan nurg'un yaxshi amallar qilinadigan chog' bo'lg'achqa, tavba, yaxshi amallar va fazilatli kunlar birlashsa, bu nijotlikning alomati bo'ladi. Tavba qilgan, iymon aytgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishuvchilardan bo'lishi umidlikdir. Qasas surasi 67-oyat. Shunga har bir aql musulmon bu fazilatli kunlarda ko'plab savob qozonishga yarasman bo'lish kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.